Dunyo xalqlari madaniyatining umumiyligi va farqlari. Madaniyat jamiyat va inson ijodiy kuch va qobiliyatlar tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boyliklarda ifodalanadi. Madaniyat atamashi arabchadan madaniy, ya'ni shaharlik degan ma'noni bildiradi. Zamonaviy jamiyatda amalda sof etnik madaniyatlarni idealda uchratish amri maholdir. Hozirda har bir madaniyatda etnik jihatdan umumdunyoviy va etnik xususiyatlar bilan bezatilgan madaniyatlarni uchratish mumkin. Amerikalik mashhur antropolog Boas jahondagi madaniyatlar taraqqiyoti borasida madaniy pluralizm prinsipiga amal qilgan. Qadimgi Misr davlatining poytaxti Memfis shahri bo'lgan. Qadimgi Misrliklar yozuvi insoniyatning ilk yozuvlaridan biri edi. Avvaliga har bir so'z rasm ko'rinishida yozilgan. Misrliklar yozuvi shunchalik murakkab ediki, har kim uni o'rgana olmasdi. Yozuvda duolar, marosimlarni yozib borishda foydalanilgan. Shuning uchun uni muqaddas yoki xudolar kalomi deb atashgan. Yulduzlarni kuzatib turib, Misrliklar yil davomiyligini 365 kun etib belgilashdi. 365 kunni 30 kunda 12 oyga taqsimlaydi va ortib qolgan 5 kunni bayram sifatida hisoblaydi. Misrda tibbiyot sohasi ham rivojlangan. Misrda nazariy bilimlarning rivojlanishi ularning kundalik turmushi bilan bog'liq bo'lgan. Qadimgi Rim imperiyasida qurilish ishlari ayniqsa taraqqiy etgan. Amfiteatrlar, sirklar, teatr, ibodatxona va saroylar barpo etilgan. Rim me'morchiligi Yunon me'morchiligidan imoratlar rang-barangligi va muhtashamligi bilan farqlangan. Ular orasida eng mashhuri Kolizey binosidir. U minglab tomoshabinni sig'dira olgan amfiteatr Rimdagi eng katta inshoot hisoblangan. Bu yerda gladiatorlar olishuvi, harbiy kemalar jangi uyushtirilgan. Milodiy 1-asrda Rim eng yirik aholisi ko'p shaharga aylangan. Odamlar kiyib yuradigan liboslarga qarab, ular jamiyatdagi mavqeini bildirgan. Qadimgi Yunonistonda qurilish sohasi ancha rivojlangan. Yunonistonda bolalar yoshligidan jamiyat ishlari uy yumushlaridan ustun ekanligi ta'kidlangan. Yunonistonda bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berishgan. Har bir maktablarda faol fuqarolar, davlat himoyachilari tarbiyalanishi lozim edi. Qadimgi Yunonistonda olimlarni donishmandlar, hayot murabbiylari sifatida bilishgan. Yunon mutafakkirlari olam tuzilishi va inson hayoti ma'nosini tushuntirishga harakat qilishgan. Qadimgi Yunon mutafakkirlariga Xenofont, Platon, Aristotel, Geraklit va Demokrit singari olimlar sanab o'tishimiz mumkin.